Leksimizni davamlaştırmamız hürmetli vatandaş. Hazırkı leksiyanın davamı. Bugünkü islağa 2020 yıl 9. ayının 30. günü. Haftaga çarşamba hürmetli vatandaş. Yukarı leksiyanın davamı. Yani nimdeydi? Yani bu katamka Amerika bilen Yaponiyanın zor külemlik birleşme harbiy manevri Shinzo Abe istifa berishdan burun ilgari yoki istifa berishdan ilgari Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Trump bilan birlikda alayda o'rinlashtirilgan harbiy manevrdir. Undaqda bu manevr Shinzo Abe'ning prezident Trumpga taqdim qilgan sovg'isi bo'lib hisoblanadi. Men bunda qaramayman deydi maqola avtori. Chunki Yaponiyada el rayının qo'llashi bo'lmay turib, xalqaro jamiyat Jungo Kompartiyasining Abdi Bashirisni keng ko'lamda tanimay turib, bu sovg'ini taqdim qilg'ili bo'lmaydi. Maqolsiz gapmi? Demak, hozir Yaponiyada el rayi ham Jungoga qattiq muomala qilishda yetilib kelyotdi degan gap. Amerika Yaponiya birlashib xanjarni yalang'ochlaganligi Yaponiya bilan Amerikaning Jungo Kompartiyasi to'g'risida mundaq ikki turli tonishi va hukmning bo'lganligidir. Birinchi, Xi Jinpingni o'z mayliga qo'yib o'tishga bo'lmaydi. Xi Jinping to'g'risida ham xiyol qilishga bo'lmaydi. Her qandaq yomon oqibatga tayyorlik qilish kerak. Ikkinchi, Tayvanning harbiy kuchi o'zini qo'g'dashga yetarli emas. Uning ustiga ichki jihatda Kompartiyaga moslashadigan kuchlar bor. Bular Xi Jinpingning harbiy tavakkalchilik qilishiga ilhom beradigan muhim omillardir. Xi Jinpingning avval qo'l silishini kutib turgandan ko'ra, uning urush qo'zg'ash niyatini yo'qotish kerak. Bu barliq davlatlarga foydali, jumladan Jungoning o'ziga foydali omildir. Albatta, Amerika Yaponiyaning birlashma manevri o'tkazishi bu Xi Jinpingga eg'ir zarba berganlikdir. O qandaq inkas qaytirishi mumkin? Urush yo'lini tanlab elishi mumkinmi? Bu masalani prezident Trump bilan Shinzo Abe o'ylamay qolmaydi. Lekin nayta aniqki, bu ishga rahbari Xi Jinpingni o'z mayliga qo'yib o'tish texmi xatar elib keladi deb hisobladi. Amerika Yaponiya qo'l tutishib, yana boshqa ittifoqdosh davlatlar va Tayvan bilan umumyuzlik harbiy hamkorlik o'rnatib, garchi Jungo Kompartiyasining Tayvanga hujum qilish mumkinligini to'sib qilishga mumkin bo'lsa-mu, lekin Tayvanning o'zini qo'g'dash irodasini qo'llashga bo'ladi. Jungo Kompartiyasi urush qo'zg'asa, qo'zg'agan aman urush oxirlashidir. Bu mintaqa Jungoliklarning oldida bargan siri ro'shanlashmoqda. Bu demak ikkinchi bir mumkinlikni elib keladi. Yani Jungo'da 10. ayda mo'jiza yaralamdi yo'q. 10. ayda mo'jiza yaratamdi yo'q. Yani mo'jizilik o'kta beri yaratamdi yo'q. Yani 1976 yılı 7. ayının 6. günü yüz bergen iştek. Yani 4 kişilik guruhni qo'lga elishdik.
iş, möcize yüz biremdi yok deganlikdir. Men bundaq ümitler toğrusida bir nima deyelmesemmi, agar sen ötken yili Beijing'de ötküzülgen devlet bayramıga seliştirip bakadigan bolsaň, şu çağdaki dünya bilen bugünkü dünya kelgisi yüz berdigan bir iş yoki özgürüş toğrusida naýat yüreklik tasavvur kılalaşan.